Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kimga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin va bu narsa pensiya miqdoriga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumot faqat pensiyaga chiqayotgan odamlar uchun emas, balki hozirdan ish stajini yig'ayotgan har bir fuqaro uchun ham juda muhim. Chunki ko'pchilik yillar davomida ishlagan bo'lsa ham, ayrim davrlar hujjatlari to'g'ri aks etmagani sababli pensiya tayinlashda yo'qotish qiladi. Ba'zan esa odam o'zi bilmagan holda qo'shimcha stajga haqli bo'ladi. Lekin ariza bermagani yoki hujjat topshirmagani uchun bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan kim xavotir olish kerak, kimda hammasi joyida, qanday hujjat yig'ish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, barchasini birma-bir tushuntiraman. Men avvalo asosiy narsani aniq aytib olay. Ish staji bu shunchaki odamning men ishlaganman degan gapi emas. Ish staji pensiya tayinlashda qonuniy tasdiqlangan davrlar yig'indisidir. Ya'ni odamning mehnat daftarchasi, elektron mehnat tarixi, arxiv ma'lumotnomasi, ish beruvchining buyrug'i, ish haqi qaydnomalari, harbiy xizmat hujjatlari. Ta'lim muassasasi diplomi yoki boshqa rasmiy hujjatlar orqali tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Oldin ko'p narsa mehnat daftarchasiga bog'liq edi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, odam xotirjam yurardi. Lekin amalda juda ko'p muammo bo'lgan. Korxona yopilib ketgan, muhrnoliq bosilgan, buyruq raqami yozilmagan, ishga kirgan sana boru, bo'shagan sana yo'q, lavozim noto'g'ri ko'rsatilgan, tashkilot nomi o'zgargan. Arxivga hujjatlar topshirilmagan. Natijada inson haqiqatan ham 25 yil ishlagan bo'lsa ham, rasmiy hisobda 20 yil yoki undan ham kam chiqib qolishi mumkin edi. Hozir esa elektron tizimlar kuchaydi. Ish beruvchilar mehnat shartnomalarini elektron ro'yxatdan o'tkazadi. Pensiya organlari ayrim ma'lumotlarni avtomatik ko'ra oladi. Lekin bu hamma muammo hal bo'ldi degani emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish joylari, sobiq kolxoz, sovxoz shirkat xo'jaliklari, kichik xususiy korxonalar, tugatilgan tashkilotlar bo'yicha hanuz savollar ko'p. Yana bir muhim o'zgarish shuki, ayrim davrlar, masalan bola parvarishi, harbiy xizmat, kunduzgi ta'lim, nogironligi bo'lgan bolani parvarish qilish kabi holatlar ham ma'lum shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha buni bilmaydi. Shu yerda eng asosiy savol tug'iladi: qo'shimcha ish staji deganda nimani tushunamiz? Men buni oddiy qilib aytaman. Qo'shimcha ish staji bu pensiya hisob kitobida avval kiritilmagan, lekin qonun bo'yicha kiritilishi mumkin bo'lgan davrlar. Bu ba'zan haqiqiy ishlagan davringiz bo'ladi. Ba'zan esa ishlamagan bo'lsangiz ham stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar bo'ladi. Asosiy qism bir kimlar bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak. Kimlarda hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar siz erkak bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, yoki ayol bo'lsangiz va yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan tekshirtiring. Pensiya tayinlash vaqtida shoshilib qolish juda katta xato. Chunki ayrim arxiv ma'lumotnomalarini olishga bir necha hafta, ba'zan bir necha oy ketadi. Masalan, bir ayol 1994 yildan 2000 yilgacha tikuv sexida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana noto'g'ri yozilgan. Pensiya hisobida unga faqat 3 yil tan olinadi. Aslida esa u 7 yil ishlagan. Agar u arxivdan buyruqlar nusxasini, ish haqi vedomoslarini yoki korxona hujjatlari qayerga topshirilganini topib kelsa, qo'shimcha 4 yil staj qo'shilishi mumkin. Bu 4 yil pensiya miqdoriga ham, minimal staj talabini bajarishga ham ta'sir qiladi. Yana bir misol. Erkak kishi 1997 yilda armiyaga ketgan, 1990 yilda qaytgan. Keyin zavodda ishlagan. Pensiya hujjatlarida harbiy xizmat davri ko'rinmayapti. Agar unda harbiy bilet bo'lsa, xizmat boshlanishi va tugashi sanasi aniq bo'lsa, bu davr stajga kiritilishi mumkin. 2 yil oddiy ko'rinadi, lekin ayrim odamlar uchun aynan shu 2 yil pensiya huquqini belgilab beradi. Endi bola parvarishi masalasi. Ko'p ayollar menga shunday savol beradi: men 3 ta farzandni katta qilganman, uyda o'tirgan davrim stajga o'tadimi? Bu savolga javob shartlarga bog'liq. Bola parvarishi bilan bog'liq davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin har bir bola uchun cheksiz yil qo'shilmaydi. Davrlar, chegara va tartib bor. Shuning uchun men 10 yil uyda o'tirdim, hammasi staj bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Shu bilan birga
men ishlamaganman, demak hech narsa qo'shilmaydi deb umidsizlikka tushish ham noto'g'ri. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, bola parvarish ta'tili to'g'risidagi buyruqlar bo'lsa, ularni albatta tekshirtirish kerak. Kunduzgi ta'lim olganlar ham e'tiborli bo'lsin. Ayrim hollarda oliy o'quv yurti, texnikum, kasb hunar bilim yurti yoki boshqa ta'lim muassasasida kunduzgi shaklda o'qigan davr stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy shart hujjat bo'lishi kerak. Diplomning o'zi ba'zan yetarli bo'ladi. Ba'zan arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Agar diplomda o'qishga kirgan va bitirgan yillar aniq bo'lmasa, ta'lim muassasasidan yoki uning huquqiy vorisidan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Misol uchun, fuqaro 1995 yildan 1990 yilgacha institutda kunduzgi o'qigan, keyin 1990 yildan ish boshlagan. Agar bu davr stajga kiritiladigan shartlarga mos kelsa, unga 5 yil qo'shimcha davr hisoblanishi mumkin. Bu pensiya hisobida katta farq qiladi. Ayniqsa insonning umumiy staji kamroq bo'lsa, bunday davrlar juda muhim. Nogironligi bo'lgan bolani yoki parvarishga muhtoj shaxsni parvarish qilgan fuqarolar ham alohida e'tibor berish kerak. Hayotda shunday holatlar bor. Ona yoki ota ishlay olmaydi, chunki farzandi og'ir nogironlikka ega. Yoki fuqaro keksa ota-onasini parvarish qiladi. Qonunchilikda bunday ijtimoiy zarur davrlarni stajga qo'shish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Tibbiy xulosa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, parvarish zarurligi haqidagi ma'lumotnoma, yashash joyi bo'yicha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning barcha ish faoliyatingiz so'nggi yillarda elektron mehnat tizimida to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish beruvchi ijtimoiy soliq va boshqa to'lovlarni rasmiy amalga oshirgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz rasmiy bo'lsa, ish haqi konvertda emas, bank orqali yoki rasmiy qaydnomalarda yuritilgan bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir pensiyaga chiqishdan oldin tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bitta noto'g'ri sana ham umumiy hisobga ta'sir qilishi mumkin. Kimlar eng ko'p xavotir olishi kerak? Birinchisi, norasmiy ishlaganlar. Agar siz ustada ishlaganman, do'konda sotuvchi bo'lganman, fermada yurganman, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish haqi rasmiy to'lanmagan, soliq ajratmalari bo'lmagan bo'lsa, bu davrni stajga kiritish juda qiyin bo'ladi. Faqat guvohlarning ha ishlagan degan gapi ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Ikkinchisi, tugatilgan korxonalarda ishlaganlar. Uchinchisi, mehnat daftarchasida xatolik borlar. To'rtinchisi, bir necha marta familiyasi o'zgargan, masalan, turmushga chiqqan ayollar. Beshinchisi, chet elda ishlaganlar. Chunki bu masalada xalqaro shartnomalar, rasmiy badallar va hujjatlarni tan olish tartibi alohida ahamiyatga ega. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, odam mehnat daftarchasida yozuv borligini ko'rib, hammasi hal deb o'ylaydi. Aslida yozuvning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yozuvda korxona nomi, buyruq raqami, sana, lavozim, muhr va imzo to'g'ri bo'lishi kerak. Agar muhr boshqa tashkilotniki bo'lsa, agar sana o'qilmasa. Agar buyruq raqami yo'q bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ikkinchi xato, odam men o'sha yerda ishlaganman, hamma biladi deb yuradi. Pensiya hisobida hamma biladi degan tushuncha ishlamaydi. Har bir davr hujjat bilan isbotlanadi. Ayniqsa eski davrlar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan hujjatlar korxonaning huquqiy vorisida bo'ladi. Ba'zan esa umuman topshirilmagan bo'ladi. Bu eng murakkab holat. Uchinchi xato, ayollar bola parvarishi davrini avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Yo'q, avtomatik bo'lmasligi mumkin. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, bola parvarish ta'tilga chiqish haqidagi buyruq, ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat daftarchasidagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol umuman ishlamagan davrda bola parvarish qilgan bo'lsa, stajga kiritish masalasi alohida tartibda ko'riladi va hamma holatda bir xil natija bo'lmaydi. To'rtinchi xato, chet elda ishlagan davrni O'zbekistondagi stajga oson qo'shaman deb o'ylash. Masalan, fuqaro Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishlagan bo'lishi mumkin. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, badallar to'langan bo'lsa, mehnat shartnomasi va tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, xalqaro kelishuvlar va amaldagi tartibga qarab masala ko'rib chiqiladi. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, faqat pul yuborgan bo'lsa, bu hali staj degani emas. Chet eldagi ish davri bo'yicha hujjatlarni tarjima qilish, notarial tasdiqlash, vakolatli organlardan ma'lumot olish talab qilinishi mumkin.
Beshinchi nozik jihat, staj va ish haqi bir narsa emas. Ba'zan odamda staj yetarli, lekin pensiya miqdori past chiqadi. Nega? Chunki pensiya faqat yillar soniga qarab emas. Balki ish haqi, badallar, qonundagi hisoblash tartibi va boshqa omillarga qarab aniqlanadi. Qo'shimcha staj pensiyani oshirishi mumkin, lekin har doim juda katta oshiradi deb kafolat berib bo'lmaydi. Masalan, 2 yil qo'shimcha staj bir odamda sezilarli ta'sir qiladi, boshqa odamda esa kichikroq ta'sir qiladi. Biroq har qanday qonuniy stajni kiritish kerak, chunki bu sizning huquqingiz. 6-jihat imtiyozli staj tushunchasi. Ayrim kasblar bor, og'ir, zararli yoki alohida sharoitlarda ishlangan davrlar pensiya huquqiga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yer osti ishlari, zararli ishlab chiqarish, ayrim tibbiyot, pedagogika yoki boshqa maxsus sohalar bo'yicha imtiyozli tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta xato odamning faqat lavozim nomiga ishonishi, lavozim ro'yxatdagi lavozimga mos kelishi, ish sharoiti hujjatlar bilan tasdiqlanishi, korxona attestatsiyasi yoki tegishli ma'lumotlar bo'lishi kerak. Men og'ir ishlaganman degan gapning o'zi imtiyozli staj bermaydi. Ish joyi, lavozim, ish sharoiti, davr va hujjatlar hal qiladi. 7-jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish. Ko'pchilik men bozorda savdo qilganman, 5 yil tadbirkor bo'lganman deydi. Bu davrlar stajga kirishi uchun rasmiy ro'yxatdan o'tish, belgilangan to'lovlar, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasi muhim. Agar odam tadbirkor sifatida ro'yxatda turgan bo'lsa-yu, majburiy to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsa, staj masalasida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar o'z soliq tarixini, to'lov kvitansiyalarini, elektron kabinetdagi ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yish kerak. 8-jihat familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sana bo'yicha tafovutlar. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnora emas, Gulnora bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda otasining ismi qisqartirib yozilgan. Yoki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, lekin nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Bunday holatda pensiya organi hujjatlar aynan shu shaxsga tegishli ekanini tasdiqlashni so'raydi. Shuning uchun ism, familiya o'zgarishiga oid barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizning butun mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yildan, qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona hozir bormi yoki yopilganmi, mehnat daftarchasida yozuv bormi, elektron tizimda ko'rinadimi? Bularning hammasini ro'yxat qiling. Odamlar ko'pincha 30 yil oldingi ish joylarini esdan chiqaradi, lekin aynan o'sha 6 oy yoki 1 yil keyin kerak bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvda sana bormi? Buyruq raqami bormi? Ishga qabul qilish va bo'shatish yozuvi to'liqmi? Muhr bormi? Imzo bormi? Agar yozuv noaniq bo'lsa, darhol o'sha tashkilotdan yoki arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin bu ishni boshlagan ma'qul. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Yaqin hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, sizning stajingiz bo'yicha mavjud ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar ish beruvchi elektron mehnat shartnomasini kiritmagan bo'lsa, buni hozir tuzatish osonroq. Keyin korxona yopilib ketsa, ancha qiyin bo'ladi. 4-qadam, arxivlarga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, ayrim hollarda tashkilotning huquqiy vorisiga so'rov yuboriladi. So'rovda aniq yozing: familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar. Men falon joyda ishlaganman, topib bering deb umumiy yozsangiz, javob kechikishi yoki ma'lumot topilmasligi mumkin. Qanchalik aniq yozsangiz, natija shunchalik yaxshi bo'ladi. 5-qadam. Bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish va boshqa davrlar bo'yicha alohida papka qiling. Harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnomalar, parvarish zarurligi haqidagi hujjatlar, bularning hammasini bir joyga yig'ing. Nusxa ham qiling, aslini ham saqlang. 6-qadam. Agar siz tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, soliq organlaridan yoki elektron soliq kabinetidan ro'yxatdan o'tgan davringiz va
to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumot oling. Chunki tadbirkorlik staji bo'yicha eng ko'p savol aynan to'lovlar bilan bog'liq bo'ladi. Guvohnomam bor edi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. To'lovlar tarixi ham kerak bo'ladi. 7-qadam chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni hozirdan yig'ing. Mehnat shartnomasi ish beruvchidan ma'lumotnoma, sug'urta badallari yoki pensiya badallari to'langanini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotlari, rasmiy tarjima va zarur bo'lsa notarial tasdiq. Chet el hujjatlari bo'yicha tartib murakkabroq bo'lgani uchun buni eng oxiriga qoldirmang. 8-qadam pensiya organiga murojaat qilganda arizangizda aniq talabni yozing. Masalan, falon yildan falon yilgacha bo'lgan ish davrimni ish stajimga qo'shib hisobga olishingizni so'rayman. Yoki harbiy xizmat davrimni stajga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozma yoki elektron tartibda ro'yxatdan o'tsin. Sizda murojaat raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. 9-qadam agar rad javobi kelsa sababini yozma ravishda oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob huquqiy javob emas. Nega hisobga olinmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi qonuniy asosga ko'ra rad qilindi? Shuni bilsangiz, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. Ba'zan faqat bitta ma'lumotnoma yetishmaydi. Odam esa meni rad qilishdi deb qo'l siltab ketadi. 10-qadam murakkab holatda mutaxassisga murojaat qiling. Bu yurist bo'lishi mumkin. Pensiya masalalarini biladigan maslahatchi bo'lishi mumkin. Yoki bevosita pensiya jamg'armasidagi mas'ul xodimdan batafsil tushuntirish so'rash mumkin. Ayniqsa imtiyozli staj, chet eldagi ish, tugatilgan korxona, arxivda hujjat yo'qligi, ism familiya tafovuti bo'lsa, mustaqil harakat qilish qiyin bo'lishi mumkin. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman, hujjatlarni yo'qotmang. Eski mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomasi, eski ish joyidan berilgan ma'lumotnoma. Hatto sarg'ayib ketgan ish haqi varaqasi ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Odamlar uy ta'miri paytida, ko'chish paytida yoki endi kerak emas deb ko'p hujjatlarni tashlab yuboradi. Keyin esa o'sha hujjatning bittasi bir necha yil stajni isbotlab berishi mumkinligini tushunadi. Yana bir amaliy maslahat, barcha hujjatlarni telefoningizda suratga olib, elektron nusxasini saqlang. Lekin faqat suratga ishonib qolmang. Asl nusxa baribir kerak. Elektron nusxa yo'qolib qolishdan saqlaydi. Asl nusxa esa rasmiy tasdiq uchun muhim. Demak, qo'shimcha ish staji kimga hisobga olinishi mumkin? Haqiqatan ishlagan, lekin staji to'liq kiritilmagan fuqarolarga, harbiy xizmat o'taganlarga, kunduzgi ta'lim olganlarga, bola parvarishi yoki parvarishga muhtoj shaxs bilan bog'liq davrlari borlarga, tadbirkorlik faoliyatini rasmiy yuritganlarga, imtiyozli sharoitlarda ishlaganlarga, chet elda rasmiy ishlagan va hujjat bilan tasdiqlay oladiganlarga. Lekin har bir holatda asosiy kalit bitta: hujjat va yana hujjat. Men sizga tavsiya qilaman, pensiyaga chiqish kunini kutmang. Bugunoq mehnat tarixingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing. Kamchilik bo'lsa arxivga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Chunki qo'shimcha 1 yil staj ham ba'zan insonning pensiya huquqini yoki pensiya miqdorini o'zgartirishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi davringiz stajga kirmay qolgan? Qanday hujjat so'rashgan? Muammo hal bo'lganmi yoki yo'qmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.